电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米乐文化传媒有限公司联合制作的大型电视文艺节目第1季CP1丝绸之路歌手节目，我是主持人玉米提瓦尔。Salam televizor ekran oldidagi va naq maydondagi aziz mehmonlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklik shirkati, Bug'ra savdo cheklik shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqatish cheklik shirkati birlashib ishlagan Urumchi Subi fan texnik cheklik shirkati tajdorligidagi birinchi qaror Yipak yo'lidagi G'azalxon programmasi. Men riyosatchi Mahliya Imin. İşlemenki programımızmı özünün xasligi, özgechiligi, shundaqla yangiligi bilan nurg'unlagan ko'rmanlar yoqtirib ko'radigan, yana bir qismini, yangi qismlarini taqozolik ilkida kutadigan program bo'lib qoldi. 20 yildan buyon dorigarlik, tibobat, sog'liqni saqlash sohasida tadqiqot bilan shug'ullanib kelgan, uzun yillik tadqiqot natijalari asosida sifatli mahsulotlari va shundaqla turmush buyumlari orqali xalqimiz qalbidan o'rin olib kelayotgan Urumchi Subi fan texnik cheklik shirkati birinchi qaror Yipak yo'lidagi G'azalxon programmamizning tajdorligini oldi. Programımızda Şinjan'daki yemek içmek sahasında oldin qator turadigan Şinjan Nigar yemek içmek cheklik shirkati alay talab qildi. Sog'lomlik va girim buyum sohasida belgilik ta'sir kuchiga ega nupuzli shirkat Xinjiang yangi kandidat biofan texnik cheklik shirkati strategiyalik hamkorlashdi. Rahmat sizlarga. Urumchi Iparbuloq suv cheklik shirkati Tangi tog' suvlari programmamizni alayda qo'lladi. Girim buyum va sog'lomlik sohasida belgilik ta'sir qo'zg'agan Abaybek guruhimi yaqindan yordam berdi. Rahmat sizlarga. Qo'shimcha bo'lsa, G'azalxon programmamizdan boshlab oldik. Oldi bilan hammamizni qiziqayotgan hamda taqozo bo'layotgan bir savol bor. U bo'lsa, qaysi ustozlarimiz bizning programmamizga qatnashgandi degan savol bor deyman. Siznimi o'ylantirib qo'yibdi-a? Albatta. Men kimlar qatnashgandi degan umidda turibdim. Unda bo'lsa, oldi bilan shu san'at beg'idagi bog'bon sifat ustozlarimiz bilan tanishib chiqamdi. Shunday qilaylik. Davlatlik birinchi darajalik dirijor Go'yanning alohida ta'minotidan bahramand bo'ladigan mutaxassis, Madaniyat ministrligining munavvar mutaxassisi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining gavdalik to'kib qo'shgan munavvar mutaxassisi, Xinjiang san'at yurti Kuysiyar orkestrining musiqa bosh nazoratchisi, doimiy dirijori, Xinjiang san'at yurti milliy musiqa o'migining san'at bosh nazoratchisi, alohida takliflik dirijor Abdurahmon Ayub ustoz, xush keldingiz. Davlatlik birinchi darajalik rejissor, danglik shoir, Yipak yo'li sadosi, Yipak yo'lidagi G'azalxon qatorliq programmalarning bosh planlovchisi, bosh rejissori Muxtar Bug'ra ustoz. 7 yoshdan 70 yoshgacha har qanday odam naqsini yoqtirib anglaydigan san'at osmonimizdagi nurliq cho'lpon, danglik naqshchi Umarjon Olim ustoz, xush keldingiz. Ili xalq chaqchaqlarini sahnalashtiruvchi, milliard sakinasining qo'rg'itisi, kuldirgi cho'lponi Ro'zaxon Tudaxon ustoz, qarshi olamiz. Xo'sh mana. San'at beg'imiz ustozlar bilan tanishib chiqdik. Ular bilan bir tanishib chiqamdik. Albatta. Chunki bizning programmamizning ismi Yipak yo'lidagi G'azalxon programmasi. Naqshi aytishdagi o'zgachiligi bilan hammamizning yoqtirishiga erishgan olqishliq kuychi, 2 va 7 qaror Yipak yo'l sadosi programmasining yetakchi ustozi va shundaqla bugungi sahnamizning xushpuroqliq atirguli Odila Sidiqxonim. Qarsalımız.
Adila Sidi xonimning yandash riyosatchisi, ya'ni hamrohi, o'zgacha riyosatchilik uslubi bilan hammamizning qalbidan o'rin olgan yosh riyosatchi Nur Ali Hasanjon, xush keldingiz. Xush geldiniz, qarshi olamiz. İkinci karar Yipek Yolu Sadası programımızın çempiyonu. 6-7 karar Yipek Yolu Sadası programımızın yetekçi ustazı Şinjan Muqam Ansamblının tulunğan yaş naqtısı Kamil Cilil. Xush geldiniz. Xush geldiniz, qarshi olamiz. Kamil Cililga Amra riyosatchi bo'lib kelgan do'stimiz bo'lsa, birinchi qaror Ihbar Yipek Yo'ldagi G'azalxon programmasining riyosatchisi u Mahliya. Rahmat. Sizmi xush keldingiz, qarshi olamiz. Rahmat. Mo'ngluq ovozi bilan xalq qalbidan o'rin olgan 7-qaror Yipek Yo'l Sadasi programmasining yetakchi ustozi, xush ovoz kuychi, ijodiyatchi G'o'jimat Qurbon. Qarşılığımız. Va shundaqla dongliq riyosatchi, naqshchi, xushchaqchaq riyosatchimiz Savirdan Imom, xush keldingiz. Xush geldiniz. İkinci karar Yipek Yolu Sadası programımızın güçlük mahirlerinden biri. Avazda moңoba yetilvatkan yaş naqshchi Jalol Anvar. Qarşılığımız. Jalol Anvarga hamdash bo'lib kelgan bizning riyosatchimiz bo'lsa, el ichi kuldirgi cho'lponimiz yosh riyosatchi Javlon Ro'zmanov. Xush keldingiz. 4-qaror Yipek Yo'l Sadasi programmasining chempioni, yosh naqshchi, ijodiyatchi Abdug'ani Yasin. Xush keldingiz. Xush geldiniz. Abdug'ani Yasinga yandash bo'lib kelgan riyosatchimiz Peqir. Sizlar. Men. Umidvor Mahmuddan hammalarga o'tib salom va alaykum bo'lsin. Katta rahmat. Bizning g'azalxonlarimiz bilan hamdash riyosatchilar bilan tanishib chiqdik. Xo'sh, unda qolsa, bugungi programmamizni biz nihoyatda xosligi bor, yangilik to'lgan dedik. O'zgacha deb tanishtirdik shunaqa. Undaqsa o'yin tartibini bir o'rtoqlashib o'tamdik. Do'stlarimizga va shundaqla ustozlarimizga tushuntirib qo'yay. G'azalxonlarningki nomer o'rindash tartibi chek tortish shakli orqali bekitiladi. G'azalxonlar nomer o'rindab bo'lgandan keyin naq maydondagi tomoshabin yetakchi ustozlar o'zlari yaxshi ko'rgan bir naqshchining 3 naqshisiga o'zining mohirligini va qoyilligini bildirdi. Har bir mohirga birdan yandash riyosatchi hamroh bo'lib sahnamizga chiqadi. Xo'sh, shunda bo'lsa, eng yaxshisi biz sahnamizni ustozlarimizga berib, o'zimiz g'azalxonlarning yiniq boraylik. Shunda qilaylik. Ikkinchi vazifamizni qo'limizga olaylik. Shunda qilaylik. Unda qolsa, chek tortish ustozlar sizlarga qoldi. Qani, marhamat. Çek dağıtışını başlap kettik buraderler. Abdurrahman Ustaz'dan başlaylı. Adile Sıdık. Üçüncü ketim nakşı etediğen nakşçımız. Jalol Anvar. İkinci ketim meydana çıkıdığan. Üçüncü ketim Kamil Cilil. Bayım üçüncü ketim de bu Kamil. Hem de memnun bakayım ki ama taktınızda. Meni aldı hem de. 4-cü ketim G'o'jimat Qurbon. 5-ci ketim Abdug'ani Yasin. Bunda bo'lsa mush tartib bilan naqshchilarimiz tayyorlik qilsin. Mayli.
Xo'sh, rahmat. G'azalxon programmamizdagi yangi bir sonda yana davomli sizlarga qarab turib yuzlanganligimdan xush bo'ldim. Unda bo'lsa, mushu naqsh boshlanishning oldida mushu ustozlardan bir ahvol so'rab o'tay deb qoldim men o'z oldimga. Abdurahmon aka, Umarjon aka, Ro'zaxon aka, salomat turibsizlar? Armag'aysizlar? Yaxshi turasizlar. Ovozim chiqmadi akasining. Yaxshi enim, yaxshi. Bu da ma kiyim bilan rasmiy Adilani adimidek chiqibsa. Bu da. Abay tag'isi o'lirdi oldin qisanda. Hozir Erkan. Erdek chiqdim-ku. Erdek. Bo'ptim. Ma iştining ras erining ishtini, ma ishtining. Bizning elde cho'ng erlar kiydi buni. Biz deyishmayli, eli deyishlar qandasa. Ondaqda davomli sahnimizda Adila Sidiq ijrosida Erkan temisidagi naqsha davomli sizlar uchun, ko'rmanlarimiz uchun yoqtirg'aysizlar. Marhamat. Adile'den bu bekmeyecek tutarlar. Arkananın zərqanı, ak qozğanı, tərqanı, qışda uçməz gülğanı, bir söz avzı pərmanı, namus ərinin vicdanı. Arkananın zərqanı, ak qozğanı, tərqanı, qışda uçməz gülğanı, bir söz avzı pərmanı, namus ərinin vicdanı. Konma kurdur köz korkak, arayıp teziyet bırak, her kolda her canı, yürek saman yapırmak, her erkenin bostanı. Batırdır göz korkak, arayıp teziyet bırak, her kolda her canı, yürek saman yapırmak, her erkenin bostanı. Erkan, erkan, erkan diyen akıldır, erkan, cin suygıga kipildir, erkan. Adile'nin uruluş kaldırarak. Adile'den gep ketmedi. Katta. Yaman bek katı nakşçıyım. Bu nakşım yaman bek katı çıpatıdı. Çünkü ilk günden beri şu seypeyledim, anlattım bu nakşım. Yaman bek katı ama nakşı. Eşeğe çeçim bulup ketken bolsa, niye tutsa? Çasam gittarını. Tuttanı da gittar. Pakistan yeydu, kışılaydı dermanı. Çıraklarını biriştirin bekep getirek ha. Algımını yar yeydu, rızkı bekar kemmeydu. Karanlık şnayat gözler, kışıla Pakistan yeydu, kışılaydı dermanı. Arkan diyen akıldır, arkan,
Adile değil mi sahnedeki erkine bu? He. Keyfiyat yakışır. Arkan arkan Ay arkan arkan Ay arkan arkan Ovoz bu. Baştili chiqmaysan bo'ptiki. O nima degan payze, lekin o'sha chavaklar, o'sha olqish cho'qanlar men o'ylagan bir eg bormidi. A Ro'zaxon kamga tushunmaydi bundan naqshlanma qag'alar tushunadi-ku. Ha? Seviyor mu o? Şuna bak sen işte mi tushunmadan qarab o'tasan. Ben şu au diye yerini tekşe tushundim. Eli qağa vaqtim işte ketdan qarsam. Lekin payze ha, e'tirof qilsa-ku. Ya bu e'tirof qilmay amal yo'q. Sen 5 qishni jiqqama Adilaning ko'yniga qarab putni yaman desam ketib bordi. Lekin manaqshning jezosi hamda zamonaviy uslub-ku hamda. Lekin bir o'ynasak bundaylik samog'im kelib qoldi. Ha? Ma jezo. Siz keltirib beqingan samaga. Keltirib baqsana. Bir keltirib baqaylikmi? Hozir siz. Samaga Keltirib baqaylik. Ha. Keladi. Bular mı? Ya. Gelmedi. Seksde altı ayını qilib buni. Rahmat. Bek tushunibsiz. Bek uchun. Bek tushunibdi. Rahmat. Voy, rahmat Dilshadga, rahmat. Nurali Bek payz o'ynatdim ha. Çok ümakni usulchisi bu burun. Keyin chiqarib aytdi buni qasi chiqaramaysan ki. Hamda amsa Ömerjak aka, Abdurahmon aka sizlarning ancha-muncha gap so'zlaringlar bor deb o'yladim. Bir gap so'zlar bo'lsa anglab baqsaq. Bu naqsha mening bilishimcha muzikasini Adila o'zi ishlagan. Ha. Teksti Muxtar Bug'ra. Muxtar akamning. Shundaq a? Shundaq. Bu Adila bu naqshni o'zi ishlab o'zi aytdi. O'zidan boshqasi menda yaxshi aytolmaydi. O'zi shunda yaxshi hissiyotga bir xil ishga kirib ketadi ya. Eng oxirgi avjida bek ansirgandim men shunda yaxshi oyoqlashdi. Bu shu Adilaning naqsi bo'pti dedim Ömerjak men. Ya Adila o'zidan boshqasi men ismini qalmashtirib bo'lmaydi. O'ziga tushgan bu. Mehmetcha abeyla esi tushmaydi de deyman manaqsha. Irqo. Hani Qaharbek esa aytibdi lekin. Marhamat. Ikki misra kapaqamdiq aka, Ömerjak aka. Ya ikki misra kelmaymiz. Mening bergan bahorim mana hozirgidek. Adila singlim bu naqshni ras bir xil bizni hammani ichiga kirib ketdi ya. Do'rab o'g'li bo'lmaydi. Ya do'rab o'g'ilmaydi. Abi men yuqordim dedim-ku Adilani sahnaga chiqib olsa işte bir demak shu bugun unutqa asosda işte hissiyot. Demak shu aka ama bugungi masalanimizda Adila Sidiq shu do'rab olmaydi, boshqalar hech kim yetmaydi degan gapda. To'g'ri. Mamani aytishib olay. Okay. Ang yaxshi. Tuvatdi bizni. Tomoshabinlarning birinchi his qildig'ini Adilaning har bir bosqichdagi naqshining qiyinlik darajasi alohida yuqori. Adilada xudumush birinchi qitim tanlanib chiqqaningiz o'xshash natijangizmi cho'qim birinchi bo'ladi. Biz bunga tilakdoshlik bildiramiz. Sağlam hayat güzel turmuş, Sübihi'den başlangısı. Sağlamlık ve güzellik elçisi, Sübihi Pen Texnikisi. Biz kepte çıkamdık, cırcırda çıkaydı. Alemse. Ay, birinci kıtımda gidelim, kavyasan oldu ya. Tamam. Birinci kıtımda gidelim. Ulan. Bana şunu bak bu. İtivet. Öldürme it. Kara. Udarak gelgende, ügetkende gite.
Ömürcü Akan var, Ömürcü Akan. Bizden edem, bizden edem. Uy! Katok tuttu. Hürmetlik akıla, hadiler. Rızaq aka, qalaysiz, yaxshimisiz juda ham? Yaxshi edim, ajoyib payz chiqdinglar mana. Akam. Bu qitim o'zing kirib, ataydan bizga shu milliard markasidagi qora pomidorni yegizib ketding. Jonliq chiqdi qora aka. Bir jo'shqin odam bir bo'lib qoldik. Biz Nigara gruppasi, Nigara uydan chiqdik. Bu yoq bo'lsa Jalol Anvar. Meni tanishtirib qo'y, qopimmi. Salomag'inami ko'z ko'rinib turadi, yaqindan qizinglar bilasizlar. So'rovlarimizdan, saklarimizdan o'zining humoristik gap turadilar. Shunda payzi. Esel. Tugirigi. Sen ishni ko'p ketdi-ku. Xo'p, ishni ko'sa. Ishkan bir-biringni maqtab tushib ketsang o'shadi. Ustozlarimiz bugun ilib kelgan naqshimiz dekitimanda endi bilib chiqadik. Jalol og'inamning ijodiyat naqshisi kecha. Qolgan naqshchi bolalarimizning hammasi kayfiyatinglar jo'shqin, yaxshi o'tirib turibsizlar. Rahmat. Bo'labmi Ro'zaq aka, Turabchini ham rahmat. Bu Talaydagi yeri jiq bo'lmiz bu shakimizning mana. Kecha degan naqshi dehshat tushida o'tirib chiqqan. Oydin ko'rindi emasmi? Oydin kechida. Halqa oyning 15 yo'riq, 15 qarang'u. Mana 15 qarang'u, 15i yop yo'riq. Qopim bang, chaq-chaq aka. Unda olsa, ag'inam, sakna sizga qoldi. Chavaq-chamiz o'zim chiqib chaqizmay, qoqma itiver. Tashlab ketay. Ite. Devası yok dertlerinin, cevabı yok xatlarının. Ko'ngli g'ash mendaklarının derdige derman kecha. Devası yok dertlerinin, cevabı yok xatlarının. Nima chiroyli naqsh ekanman u. Ko'ngli g'ash mendaklarning derdige derman kecha. Bu lirik naqshini Jalol bek chiroyli aytadi. Ham lirik naqshni ijodiyatini bek chiroyli qiladi. Amal yo'q buningga. O'zining ijodiyatining naqshi o'zi o'rnalsa to'liq joriy bo'ladi. Xuddi o'zingizning bolasini o'zingiz yaxshi akiltalgandek bir ish jo'yadi. Çakmaklar çıkıp çıkıp, yağmurlar yığıp yığıp, ütmüştü eske silip yılan dek, çakta
Çakmaklar çıkıp çıkıp Yağmurlar yığıp yığıp Ütmüştü eske silip Yılandek çakan çiçek Devası yok dertlerinin Cevabı yok xətlərinin Köngli qəş məndəklərinin Dərdigə dərman keçər Devası yok dertlerinin Çıraqları beklet tutken senin. Kralım nemi çıraqlı var? Köngli qəş məndəklərinin Dərdigə dərman keçər Meydanda işte ter akızıp durup bütün vücudu bile yetkan yetmeydi yani. Pek yaxşı orunda hadise yapıram. Yok, umda buldu bana. Ay, bu da kıvettin Cuma sen. Öyle kıvettin. Aka, Rızak aka. İki ustaz mı? Hem de pişkadem ustazdırmaz. Hem de tamak yedik, polo yedik, obo yedik, külkidek uzuk yok mu aka? Karpemberden kasa aka he? Ha. Ben çıçpırma, bizden çaşon yedi çükteyelim biz. Ha, gap yaksak ha. Kada karaysiz. Muşun aksine Qaharbek say ügünüp insan bolam deki deyme. Hey Qaharbek. Qaharbek. Qırgısı ba, taşkam onamaydı. Davası yok detlerinin, cevabı yok xətlərinin, mağuşa sətlərinin de biz. Ferhat kanda tutun. Umaq ne emdi taptan. Təlep tavuğu satılıq adamda köp tutun. Ferhat ağinem suyumluk. He aka, Ferhat kanda karaysa? Ferhat'kan bu şu yanto qarımısan udul gözün düşmeydi o. Bir kızdı basak, trapkamdan başkısı o beka okşaydı. Nemlige yuvaş yumuşak baş bu. Turap meşede turupre adaş kayıtkanda azırak pul bireyle sana. Sımdı mı dehşet koyup tike. Turapcan, turup lobo okşaydı emez koyup. Turap bu eyip mi emez cuma adaş. Yaxşı kitapның teşkamıgan okşaşlı okatma o. Bu da turapçılık hemde bir koğunun obraz vekilliği talaştı. Onu mu de? Fıkışmay mağı çakmak seyitip kalmıştı. Umapta ben koğundu lavuzu çıkım evizemde. Navat bilen bile yediğin koğun da bu. Bunu da kovuman diytesen oldu. Abla talibaka kandak otadınız. Mişellerge çıkkınız kelip A dedi yak, ba dedi yak deyip nakşıları var kamdan. Hay demesen Jalal'ın kimin men layı heldim de turalım. Kimde dedi? Hay demesen Jalal'ın kimin men layı heldim de turalım dedi. Sen bundan işte uluk adam çıktı ki. Bunlar kaçının avazı bir ahan kirketti de bak. Şaldır çıkır. Abla telvanın feyzi var. Bir de çakçak koyduk cuma adaş. Ablat'ın keyinde Ablat'ga aynı gideydi geyen bir adam var. Tağı. Kayıs tağın da etsek ha? Vay, yalnız cimbidi mangan bir adam var meyede. Jutuk etki hakkımızdı mı? Ne, tonuğansız he? Ha, boldu. Tonu değilsin. Ferhat'ın ki kelgüsü oludu ya. Ferhat, keyinin körü var hey Ferhat. Ferhat senin kıyırga vaktın. Moşu sen çıksan çakçak yaxşı oldu ki sakam. Rahmet aka. Mo Cevlan'a bir yaxşı bir cevap versek olat demişler de he. Onun da orunluk çalap bakam tut. Sen işe durup Jalal'ın çürüyü de buldum ya. Çak zirik kalmagan sen. O zaman telefonumla oynayıp tutura bizden. Telefonumla oynayıp tutura. Ben çak kovala dedim ben. Şimdi sep geldim. Telefondan mı çenfiyak can? Çiziyi oynayıp gelsen. Ya benim aklım meyran kalkını müzika takılırım deyim aka. Bularlık müzikada görünmeydi ki buraya golok top oynadığını kekedi.
chiroyli 40 mo'y ediki, maydani qanday vartirini topolmadi. Ammo mush muzikantlarning ichida o'tirgan mana choydan chaldigan yomon payzgamida. Birinin bormi aka? Mataga bayamtaga oldida petiman to'z qarmosh ichayotgan o'xshaydi deb turman. Uzun cho'kkadan birini qilib, mashaqa akilib dus qilgan yermeshadan chiqib qolsam. Enindiki odamlar endiki qo'choqqa qarmaysiz aka, bir qo'choq. Ela kichik vaqtimiz ko'rgan yeshuning odamga o'zgargan vaqt. Mashallarning oldidagi optopchisi midraydigan bir guli bor-ku. Qaytamda ustozlar. Bahoni anlayib qaytaylik endi. Endi men kechini yaxshi aytdinglar, endi men ustozlar bir baho berib baqsan. Men naqshi qarganni-ku, chaqchaq yaxshi ketdi. Naqshni o'ttirib baraqlar. Chaqchaq adash. Jalol sana rahmat, mana javlanni yetlab yaxshi chiqibsa. Abdurahmon akam ishkeg'iz gap qilsin, ha? Ustozdan bir anglayli. Chaqchaqqa kirilib ketib, bu naqsh aytganni unutib qoldik-ha biz. Bu hozir nima naqsh aytganingni unutib ketdi, qaytadan aytibamiz, boshqadan aytibmiz. Bir kechining gapi bor ish qilib. Aydin kechimi? Ha, aydin kecha emas, bir datman bir kechi-ku bu. Ma naqshini haqiqatan yaxshi aytdi. Inimiz birinchi qarordimi yaxshi aytgan. Bu bizning naqshlarimiz hozir birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich, beshinchi bosqich vaqticha naqshi shu osmonga ko'kka ko'tarilib o'tgan bo'ldi. Bir-biridan sal xil naqshlar. Bu qitimqman naqshinimi shu kecha. Bu kecha degan oydin bo'ladi, qorong'u kecha bo'ladi, yulduzli kecha bo'ladi. Buni muzika bilan, naqsh bilan ifodalamak xil tez. Tekstda gap bo'lgandan keyin uning aniq-ku. Lekin muzikada ifodalamak xil tez. Shunga fikrimiz bu naqshni yaxshi, nayt yaxshi ijod qilibdi. Naqshni yaxshi aytdingiz, bek yaxshi aytdingiz. Rahmat. Rahmat sizga. Jalolma mushuna bilan kechada bir 10 nechdan naqsh aytdi-ku, gangli kechanangli bir. Bu kunduz uyda uxlagandan keyin. Kechada. Hozir yosh bolalar kecha uxlamay kunduz uxlaganda shu kechani seg'indi-da. Yulduzlar mana abaq naqshanga maqara atrofingdagi yulduz taz masashibdi. Bu naqshini ras yaxshi aytdi, ustoz. Ondan keyin bu programmamizda hozir muzikami naq maydon, naqshimi naq maydon bu bek alaydi kechishi ma'vo. Bu G'azalxon bu programmasining makechiligi favqulodda boshqa kechilik o'xshamaydi. Bek naq maydon, ondan keyin shundaq chiroyli chiqyapti naqshlar. Kayfiyatmi yaxshi. Ondan keyin chaqchaqda Ro'zaxo inimma mana Javlan bilan shunda masash bir yaxshi chaqchaq bo'ladi. Hammada mana bu ikkinchi rat o'tgan ismingiz kimdi? Sizdan? Oblashim. Oblashim. Qashqa yo'pog'idan. Ismingiz sizni egizar ekan ayoma o'zi. Bundan biz chiqib ketaylik akalar, rahmat. Aldi bilan mishalik tomoshabinlarimiz rahmat. Mana Zilyarkan boshliq, biz akalarimiz. Shunday yaxshi kayfiyatda bizni kutib oldingiz, rahmat. Yuri adash. Chaqchaq qilib sahnani ko'tarayotgan Javlan. Endi kayfiyat yuqori bo'lsin deb o'yladik. Yaxshi, kayfiyat alaydi, yaxshi bo'ldi. Undaqda birinchi bosqichlik musobaqadan keyin ikkinchi bosqichga qadam qo'yib, jiddiylash ahvoli bo'ldimi yo birinchisi qaraganda biza pasaydimi? Pasayib ketdi, kunab ketibdik. Unda xo'sam musobaqaga tushish oldi turgan boshqa mahirlar deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Yo'q. G'ayrat qilamiz. Endi sizga o'xshaydi aka. Mangayli. Voy, xaloyiq, o'nglimdim demanglar. Komilkam naqsh aytma deb ketdi. Qaysi naqshni aytib ekan? Voy, to'nalarda bir naqsh bor ekan-ku. Shu naqshamni aytib berma deydi, o'nglig'inglar bormi? Komilka, naqshingizni bir boshda aytamsiz yoki ustozlarga deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Naqshni aytib bo'lgandan keyin ustoz bilan paranglashamiz. Rahmat. Sahningiz sizga qoldi.
her joyda men ko'nglim senden acayip yarey. Üzem her joyda men ko'nglim senden acayip yarey. Atlas kiygen sarvanazım bağdı güller aralaysan. Atlas kiygeni sarvanazım bağdı güller aralaysan. Adam bulmaz şart bilen can, şirin canlı karalaysan. Acayip, acayip, acayip yarey. Adam bulmaz şart bilen can, şirin canlı karalaysan. Kademinde güller açılsın ey. Üzüm her cayda men ko'nglima sendedir ey. Kademinde güller açılsın ey. Oldu bu canım, biler misin ahvalim? Sakin oldu bu canım, biler misin ahvalim? Bergin aram bir nefes can, asıl bular muradım. Acayip yarey. Üzüm her cayda men ko'nglima sendedir ey. Kademinde güller açılsın ey. Dilamdan cevap verimiz be. Varını kim etken, yürəgi köygen yar etken. Tanavarını kim etken, yürəgi köygen yar etken. Keçələri yarını oylap, gözləri kumar etken. Acayip yarey. Dilimnin uçuda navat bir ayne. Şihlagine yüzün geye.
sunay Üzüm her çağayı demen Cumluma sende durey Kademinde güller açılsın ey Üzüm her cağayı demen Cumluma sende durey Kademinde güller Kademinde güller Kademinde güller Rahmet. Rahmat, naqshini bek-bek aytib attınız. Qolgan naqshchilarimiz tos qoldi sahnaga tangli chiqib aytib og'ini. Amsa chavaqlarni yana bir qitim beraytinglarchi. Bek-bek naqshlarni aytib atdi. Qarash chiroyli aytib attınız. Men rost gap qilsam nima deyishni bilmayli qoldim. Gapni baholashni ustozlarimizga berib o'taylik. Bak yaxshi aytdingiz. Bizningki san'at bo'libmi muzik san'atini chegarasiz san'at deymiz. Dunyoda bunga tarjima ketmaydi deymiz. Demak, muzik san'ati hamma butun iqlimdagi insoniyatga o'rtaq bo'ldi. Lekin bizningki yerlik san'atimizda har bir yurtning o'zininki puroq shivisi. Masalan, Şinjan'da her xil börün 7 yurtning naqshlari tarqalgan keyin Charchan bilan Lopnur qo'shilib 9 yurtning xalq naqshlari bo'ldi. Hammasininki alohidaligi bor. Bo'libmi shu o'rlash jihatiga shiva puroq har jihatdan o'zining bak alohidalik bo'lg'achqa mush vaqtgacha har yurtning naqshlari deb ayirlik kelgan. Lekin buni o'qitib aytmoq bakmi tas. Men şu müzikle şug'ullanib hozirgacha nurg'un narsani o'rgandim. Bo'libmi eng tas bo'lgani o'sha yurtning shivisi ekanda. Ba'zi naqshlarimiz bor, janubning bir naqshlari g'o'lji naqshini aytmaydi. Ba'zi g'o'ljining yaxshi naqshlari bor, janubni aytmaydi. Nima aytmaydi desa, o'zining talabiga o'zi qonmagan ekan, o'zi o'rgangan shivaga o'zi qoyil bo'lmay Anı yetişemedim de etmeyken de bu bek ters işken. Hani bizde çokum onu ügünüş gerek. Naqshchi bo'lganken o hem rüjutning hem yan naqshlarni ügünüş gerek. Hem şu özününki şu talanti bilen bizning xalqimizga uni sunish gerek o. Demek çokum başka yurtlarning naqshini yaxshi ügünüp yaxshi aytsak bo'ladi. Shuni bugun magatni nimsa deb ketdim desiniz. Siz mush naqshni nayati yaxshi va'da qilib aytdingiz. Rahmat sizga. Rahmat ustoz. Ro'zaxim meni ko'z chaqchaq qilmayman olib boramda yaqiningizga. Sanga chaqchaq qilmasligimning sababi esa men muzikantlarga bek besim qilib yetgansan Kamal. To'g'ri diqqat qilgansizlar, ha? Ishchi pustongni mudol qilib to'qsuq etgansan ular. Ala javtingni ko'rgandek to'xtayotgan seni ko'rsa. Kamal bu naqsh etganlarni hammasi kiyimni almashtirib bo'ldi. Sen mushu bir putmagan pinchak bilan biroq tugitib etamsiz. Men atish qo'ygandek adash shu endi. Bir kiyimlar tugitadi. Buni ustiga oq kiyim kiyib istikir qo'yib ketdi degan. Birlar tugitiblar, super natija dedim go. Endiki balasi kichik emasmi? Yangi yurib o'ynaydi ekan. Abalda tushib ketib aramilinglar endi. Rahmat. Rahmat. Rahmat ustozlar. Rahmat. Ondaqda hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Hozirgi hissiyotim boshqa cho'ng o'zgarish hissiyoti yo'q hamda. Lekin sahnada yaxshi qanday qilsak yaxshi joriy qilaramiz o'zimizda deganni o'ylashdan boshqa xayol yo'q. Gazalga gul xon
Nöbet kepti ukam, gayret kıl, mağla. Kepti. Çatak çıkmaydı, hatırlayacağım bunu. Öyde oturaptı desem unumaysam ama sen bilen Gazel Xan'a barma, Gazel Xan'a barma dep. Oy Gazel Xan dedin, üzən bolam. Mişe gibi kilay desem ekepme bir gipinjik ke. Öyde kandidatның mehir giyaсын içeyip aramamay. Şunu işkeni yağı öyde otamasın kaldı bu. Oy. Ana, Gazel Xan degen bir şey. Mundacık adam bu. Mundacık adam bu sen kemme ettim emesin ben. Kimlerni tun? Ömerci Alım ba, Abdurrahman Ayıp tağam ba, Muhtar Buğra ba, kiçik baladın Ferhat Gani ba. Ferhat balamı baken de bu yekin orlıktın köz tutmayın. Mama ben sana bir tunuşturayım şu mimarları. Közüm köymeydi o menin. Oy, bayqam maşık qilib Muş qatat bir qatat o'tag'an mimarlarning hammasi hozirgi zamondagi eng yaxshi naqshchi yosh bolalar. Mo'inim bo'lsa Azmat. Bu doqi 6-qara Repek yo'lida birinchi bo'lgan chempion yigit. Xayr bo'lsang bir salmon yo'llab qo'yaman men. Yaxshimsiz bolam. Ya, umdalı bal eken bu. Buldu mama çüp gitse çüp gitse. Çümemiş ege. Ne var şöp? Kini Ömerci alım kini. Aynen o. O taraf buttu. Anam etkan balı şu. Şu aynen. Ben bağım mama meşe. Ey, acaba anlay tıknakşınız ne? Mamam bu bir çabak çettir alın inşallah. Vay, yaxşı dolama, yaxşı dolama. Ömercan oğlum acaba şu vakti belki durup siz bu. Okşaş tudum ha. Toktap durun cuma sizge moşun nattu vermesen bulmaydı karan moşun iç tekmi yaşınıp gitesiz bolam. Bu kandidatның cuma mavi birisi demen. Vay nan dolarınız. Aşını içip tekmi çıraylı koyup gittim bolam. Elimi pakırap çıraylı koyup baktırıpsız. Ya kep kızı durupsuz bolam. Rasta tudum ha, çin kılıp tudum ha. Ma bolam kim o? Ben bilen tanrı ya bu. Sizler tanışıp kalamı? Tanışıp kalamı? Bu yıl ne çıkçıydınız mama? Ben 87 kirdim. Ya küçükken, siz de küçükken. Menden küçük mü ki şu? Abdurrahman Ayıp degen balığınız şu. Oy ey, kız sanısının çok günü bunda kıldıgan. Bek, bu neyim ben siz ne? Toktağım, hakikaten mimarlarla turuşturayım ama ha? Oy, kanda havalı balam. İkinci retki adam tundunuz mu? Vay bu doktor o. Doktor he. Bu gazelcin açık nem babının ga? Gazel eytidi bu doktor. Gazel mi eytam da? Bu gazel esi keselini kim davala? Çarma iki bakan balık tundunuz mu ama? Vay bu Ferhat balam bu neke? Neke bu bizim üyeli berip davamlık lağmaya yaydı qırabı. Ferhat'a bir ağaç geldiniz baba. Geldim. Yemek balam. Sen bu şu kandidatın silini içip igiz bop gitesen. Cevap olan ne? Aşın içte. Peki oma hop gitse balam. Ayada birisi oturduk. Ya ilk milyarder balam milyarder kan ko. Milyarder sahnamı birlimi deydi kan ko. İlk ördürüp kalıp yalap çak kıldıgan balam. Roza xultuda xu degen dağlıq çak bala şu. Milyar çırpı balam aşı balamla yine bir bara için ben ekilin atып. Bir şey turpla. Mağım bire köngülü bağ mı mamağına? Sana qara. Mamağına sana. Sana muşu balamını bir üteymek edeydi. Muşu balamını bir milyarder kılıversen. Elke nimeta bir doyunlarda bir nime izhar edeydigan bir bovay bağı. Muhtar Buğra efendi. Muhtar Buğra kinu balam. Oy ne o bala? Ya Muhtar Buğra. İşte ben gelmediniz mi Muhtar Buğra balınızga? Muhtar Buğra bilen bir savaktaş. Tunam siz? Tunayım. Nerede köydünüz? Ben doyundu köygen. Doyundu. Salmağız yollamam siz. Ben bu da Sırakta turup bir bakırap salmağız yollaydıgan mama. Muhtar Buğra balam. O kadar kılaver senin o omaklığın. Çok iyi. Birden ara milyon olmasa ben bir nakşe ettireyim ha sen mi anlığın? Eras nakşe etimi davat attın ne mi dep nakşe etse? Ben burada devlet dilde Joma dep bir nakşe var. Joma? Joma? Valla ben bildik ara nakşe etsen çok. Sen ayrı düşündürüp koymam ama sen hazır pes oturup anlap dursan ben mimarlarının huzuruna şu nakşanı. Andan Muhtar Buğra bile oturup durayım ama tercihlik kıpırdı Joma. Yakşı etçima bala yüzümü dökme atay tezine eke geldim yeğenim o da akıllıdığandı bu. Peyze. Kemal.
你有一个花的名字，美丽姑娘周玛拉。你有一个花的笑容，美丽姑娘周玛拉。你像一只自由的小鸟，歌唱在那草原上。你像春天飞舞的彩蝶，闪烁在那花丛中。声献给雪山，养育你的雪山。你把美丽献给草原，养育你的草原。花的名字，美丽姑娘周玛拉。你有一个花的笑容，美丽姑娘周玛拉。你像一杯甘甜的美酒，醉了太阳，醉了月亮。你像一只悠扬的牧歌，美了雪山，美了草原。卓玛，草原上的歌桑花，你把歌声献给雪山，养育你的雪山。把美丽献给草原，养育你的草原。养育你的草原。Adamet. Momang chiqdi. Ajab yaxshi aytding bolam, mana naqshini. So'yani. Feyza. Yomon chiroyli aytibdi. Yuzimni to'kmay, momaylarning, cho'nglarning yuzini to'kmay, chiroyli aytibdi. Men ko'nglimda deb o'yladim, endi qolgan bahanamda o'sha Umarjonim ustoz, Abdurahmon ustozlar, Ro'zaxullar bir o'zining bir o'z ilhomi bo'yicha bir deb bersamdi. Qaltis yaxshi aytding ukam. Rahmat. Ras manaqshaning onun üstüge avazing bek tushibdi manaqshiga. Bir xil yangroq shundoq esil chiqdi. Men seni yaxshi bir ijodiyatchi deydim. Naqshig'im peyzing vakajma seniki. Evet. Abi naqshini nima shunda esil aytding, mana shunda bo'ldi. Endi ma programmada asosiyatdan mushu jamiyat ta'sir qo'zg'agan, tonilgan naqshchi bolalarda bular hammasi. Onun üstüge programmamiz naq maydon ilib berilyapti. Acayip chiroyli aytyapsizlar, chiroyli chiqyapti. Rahmat ukam. Rahmat. Bayqalmagan nurg'un talanti bor yana. Rol elish seni qanday rol elish? Ya rolga mı yaman ki ya? Rolga yaman. Hamda aşı azık yaş balalarning momaylarni yetlab chiqmaq yaman tez. Momaylarga vaqt yo'q bu yoshlarning. Sen yetlab chiqding. Xo'sh. Naqshida gap yo'q. Umarjon ustozim yaxshi gap qildi. Naqshni aytishingizda masala yo'q. Bu naqshni men bek tushibdi sizga. Bo'libmi men naqshning 5-dagi ishkinlarning o'ynagan bir shopping shundaq yaxshi bir maslashibdi. Resmi rasli ko'ga odamni rasmomiy o'xshaydi deb qarag'dak.
Bu enemde mush beoyan jihatim ya mush aktyorlik jihatim azroq bir yetaklab mush naqshi bilan MTV'la asımı MTV işlisimi çokum onu da özü rol alı demez mi? Şu müjdatımı yeteklep o jihatlardan bir küçük koyay davatim hemdi. Rahmet. Səvrdin əgər çıxıştırım bat. Tonumuzda rast mumiya oxşaydı dep qoydu. Şunda yaxşı orildığını başda keldi. Rahmet ustaz. Kirişini şunda yaxşı orlaşdırıpsızlar. Təsir qıldı mənim şunda yaxşı. Rahmet ustaz. Naqşını bək yaxşı aytyatsınız. Rahmet. Kim yaxşı aytışqa tilakdaşmaymiz. Rahmet. 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 Çang çıkırıp etti ama severdik hem. Şundak. Rahmet. Meden mayak ketiyordu ben muhtarkam apırıp dadısık veriyordu ama bu mumayında bir ama ensirgen. Ama tası, abaytın ilham geldi. Sen kimde bir ziyaret kılıp kirip gelsen. Yazdık bunu yarım saat. Karpamidor'dan bir işkin iş kızdan şuna olalı bu ilham toğulup kaldı. Karpamidor'un insan nurğunum toğuldak ha. Ama yaxşı oldu da yaman çıraylık yaxşı maslashpadinglar. Yaman yaxşı bir hozir aldık. Naqshi jihatdan ustozlarim nihoyat yuqori baho berdi. Bu daqiqa nomerlarga texnikani tayyorlik qilishinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Hammanglarga cho'ng tashakkur. Rahmat. Hazır səhnəmizə Qocumat Qurban bilan Səvirdin İmam Ustaz naqsını aytib, nəhayət yaxşı bir meydan etudlarını oynab, əmimizni güldürüb yenib düşdü. Aldı bilan sizning hissiyatınızı bir anlap baxsam. Mava G'azalxonningki ikkinchi bosqichda aytgan ikkinchi naqsham, davlat tilida aytgan naqsham menga azroq besim bo'ldi. Nima desangiz hamda mava tekstlarni ifodalashda, musiqa bilan birlashishda degandek hissiyatda sal o'duqish bo'ldi. Ammo o'ylayman hamda hozirgi shu kayfiyatimga, hozirgi shu sharoitga nisbatan xil yaxshi yetim deb qarayman. Men ishonmanki, ko'pchilik birinchi bo'lib G'azalxon programmasini, anan keyin shu G'azalxon qatnashayotgan barcha naqshchilarning naqshlarini yaxshi ko'rdi deganga mening ishonchim bor. Rahmat, ifodangizning 3-aylanma musobaqada yaxshi bo'lishini umid qilaman. Adaş, bizga gap qolgan o'xshaydi. Ama ikkinchi naqsh qaysi naqshni aytdi? Ikkinchi naqshga mas bo'ldim temizga naqsh. Mas bo'ldim. Mas bo'ldim. Jur'onlar mas qildi. Mas qilaylik davomlab. Bu dam yaxshi natijalar yor bo'lg'ay. Cho'qim yor bo'ldi. Salam. Azizbek valla. Biz yana qaytib keldik. Xo'sh, mishada o'tirgan barliq tomoshabinlarga, hurmatli ustozlarga, nihoyat hurmatim qo'zg'alyapti hamda program boshlab nurg'ulg'an naqshlarni tang oldik, hozirlandik, qaptig'ini. Mas bo'lgan bo'ldik, hozirlangan bo'ldik. Masalan, Kamilxonning Oydinda tanqamay ichish, Oddiy odamning tavsiyalari. Bizmi tangtang uydan chiqdik. Tengtaq gruppasining shidagi. Tuvaniki naqsha bo'lsa, Abdug'inining o'rnalishida naqsha mas bo'ldim. Birlikda mas bo'laylik. Qani sektimizda Abdug'ini yasa. Badını bile yitip gel. Toğra aşı. Bişim bilen kütersen meni acep pes kıldım. Gül sanısam men seni
Meni yo'lda qasd qildi ishim bilan ko'tarsam meni ajab bas qildi gul sanısam men seni meni yo'lda qasd qildi Mest buldum Rağında Mest buldum Mest buldum Rağında Ey mest buldum Sözlesem başqalarga maqtin meni söküp raqibga aybimni pesh qildi tarifingni so'zlasam başqalarga maqtin meni söküp raqibga aybimni pesh qildi Mest buldum Rağında Mest buldum Mest buldum Rağında Mest buldum Mest buldum Tamam Yaxshi Köpten köp rahmat. Yana bir huzur ataqыңызға köpten köp rahmat. Tomoshabinlarimiz naqshi yordimi? Rahmat. Xo'sh. Abay mushuliqi mast bo'ldim Prag'ingda deb aytayotgan chaqda mushu men Ro'zaxon kamga sal diqqat qilib qoldim. Tishlarini g'o'chirilib ketdi. Birisi pulni bermaganmiki deb qoldim aka. Mushuna bir ishlar bormi? Ya Prag'ingda mast bo'ldim desa. Aroq ichilab qo'ygan bir qizlar aralashib oldim debdi buni.
Shu bir pulni berma ashiliqi mas'ullar ishgan bir ahvoli bormi deb qoldim. Ma haqiqatan ana ustozlar mening naqshchilarga baho berish salohiyatim yo'q. Bu yerda endi birdan kayfiyat ko'tarib qilsak bo'ldi ham ustozlar naqshiga ayrim baho beradi. Ama bütün vücudu ile etti bu inimço ay gözünü jump edip eğer meydan tamaşı bile kopap çıkesi mi kömeydi hava. Mening bu Hamdash G'azal xonim naqsha etib hayajonlangan chaqdan bir donzolari var. Aşır donzo bo'lmasa unda proqlam chiqmaydi. Onun ustiga bu energiya yerdan kelganki tapinni ko'taradigan bir ahvollar bor. Naqshlar nihoyatda hammamizga yardi deb o'ylayman. Xo'sh, shunda bo'lsa, uch ustozdan bir fikrni anglayman. Naqshini bek yaxshi aytding ukam. Avazing bek tatliq hamda bu bugungi naqshchilarga bizlik alayida manda qilding, ayrang manda bo'ldi demaymiz. Hammalab o'z oldinglarga pishqan jamiyatda o'rninglar va naqshchi emasmi yuqordim deb o'tib ketdik. Bundan keyin texmi ovozingning yangroq bo'lish uchun yaxshi naqshlarni o'zingga tushadigan naqshlarni tanlab o'zingni texmi namoyon qilishingni umid qilaman ukam. Rahmat ustoz. Rahmat ustoz. Rahmat. Xo'sh, Abdurahmon ustoz. Yuqorida ustozlar deb o'tdi. Naqshning alayidagini har tarafdan. Mening o his qilganim shunday. Bir naqshini haqqa yaratib etish uchun avval o'zi yaratib etish kerak. Ashtaqa deyman. Shunday bo'lgankan, mush naqshini qat'iy qilib o'rgangandan keyin buni 100 yillar qatim o'rganish kerak-da. Ikki qatim o'rganib aytgan naqshi o'zgim tetmaydi odamning. To'g'ri. Men hozir shuni his qilyapman sizningki mush hozirgi naqshini aytishingizdan. Siz buni ichingizdan singirib bütün bedeningiz, tomuringiz, yürekning ichiga singib ketibdi. Shuna bo'lganlik uchun bu hissiyot andikin chiqadigan narsa. Shunama o yolg'ondan qilvaqli bo'lmaydi uni. Yolg'ondan qilsaqmi chinib qoldi. Shunga hammalar boshqa naqshlarga o'xshab, lekin maqtimqi naqshingizda sizning ovozingizmi nihoyatda yaxshi, naqshni aytishingiz yaxshi, lekin ma sani qiyofat odamni naqsh olmagan bir odam qarab tursimi mush naqshning mazmunini tushangidek hissiyotda aytyaptingizda. Shunga bundan keyingi naqshlaringizdan texmo yaxshi chiqishini umid qilaman. Rahmat sizga. Rahmat ustoz. Rahmat. Xo'sh, Ro'zaxon ustoz. Bir shig'iz gapni anglaylamdi. Ya meni ortiq bahorim yo'q, bek yaxshi bo'ldi. Hareketidan bek huzur oldim men. Sizlar-chi? Bulapma putini ko'tagan harakatim. Taxtidagi sutga qo'l yetmagan bir bolaning bir harakati. Bek chiroyli qo'lda edim. Inosi ishkanmi choppan kiyimdim, ama yaxshi kiyibsizlar. Biz deyishib olgan. Maysalardek chiqib edim. Maysalardek chiqib, biroq maysaqning tegiga oqirib bo'pti biroq. Bo'pti, odamni elib Məhəd bir sevətrinlan təyək qoyduq, həm də namaməllanlan küssaqlar oldu. Rahmat, rahmat. Ustoz, bu köpək rahmatınızı bölündürürümüz. Merhamet. Birinci qarar Yepək yo'ldagi G'azalxon programmamizning ikkinchi bosqichi. Xo'sh qadrli mehmonlar, huzurunglarda bizning sahnimizga yarashgan, ekranga yarashgan, kasbini so'yib yashagan, kasbiga yarashib yashagan, mushu sahada belgilik ta'sir qo'zg'ayotgan, izlanayotgan 5 nafar mahirimizning yangi bosqichdagi naqshlarini anglab tamomladik. Albatta, mushu bosqichda naqshlarimizni huzur olgan bo'lsanglar, suyungan bo'lsanglar, ko'nglinglar o'sgan bo'lsa, bu biz uchun cho'ng mukofot. Albatta, yanalam numur qo'yish bosqichiga qadam olamiz. Bu bosqichda o'xshashlar har bir mahirlarning surati tushirilgan qo'linglarga taqdim beramiz. Yana o'xshashlar o'zinglar eng yaxshi ko'rgan 3 nafar mahirga to'g'ri belgisi urgandan keyin yeninglardagi chek tashlaydigan sanduqqa tashlasanglar bo'ladi. Unda xusus boshlab ketamdik. 3 2 1 boshlandi.
Birodarlar, men man e'lon qilish deyilgani o'zim jiddiylasib ketib bormoqchi bo'lmishdirqa. Mayli. Mayli. Unda bo'lsa, chidasanglar men deb solay. Yana bir qiziqish bor bu qitim. Yipek yo'lidagi G'azalxon programmasininki ikkinchi bosqichininki natijasini e'lon qilaman. Bu natija emas. Biz davomliq deymiz. Bugungi kechiligimizda nisbatan yaxshiroq o'qigan naqshchilarninki natijasini e'lon qilaman. Hammasi bek yaxshi. Chunki ustozlar, hammasi bek yaxshi. Bu eliq selishtirg'ini bo'lmaydi. Chunki hammangning uslubi, xosligi bor. Lekin hamda o'yinning tartibi bo'yicha shunda e'lon qilmay bo'lmaydi. Yana bir qiziqish bor. Bu qiziqish nima degan vaqtida ikki naqshchining nomeri yana tang bo'lib qolibdi. U bo'lsa-mu Abdug'ini Yasin G'o'jamat Qurbon. Qaltis o'qigan, karomat o'qigan bir naqshchi bor. U bo'lsa-mu Jalol Anvar. Lekin Jalol Anvarninki nomeri yani men e'lon qilmoqchi bo'lgan keyindagi nomerga yetmaydi. Lekin Jalol Anvarning yaxshi. Hamda bu qitim nihoyatda yaxshi o'qigan, o'zini namoyon qilgan, ham baholig'uvchilarni, ham pastda o'tgan naqshchilarni qoyil qilgan bir G'azalxon bor. U bo'lsa-mu Adile Sıdık. Bayağı birinci bosqichda ikki mayirni e'lon qilgan bu qitim Adile'ninki nomeri sal yuqori bo'lganligi uchun boshqalarga qaraganda bu qitim biz birini bağlaymiz. Shunga muborak bo'lsin. Amsa hammanglar o'xshash biz uchun bek kuchavatsizlar. Ko'pdan ko'p rahmat. Eng muhimi shu 5-chi naqshangni aytib bo'lgandan keyingi natija bu qitim sal muhim. Rahmat sizlarga. G'azalxonlarimizni Urumchi Subiy fan-texnik chekishtirikda 20 ming yuanlik iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Shinjong Nigar yemak-ichmak chekishtirikda 15 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Shinjong yangi kandidat bio fan-texnik chekish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Urumchi Iparbuloq suv chekish shirkati Tangitog' suvlari 5 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. G'azalxonlarimizni Shinjong Abaybek guruhi 3 ming yuan qiymatidagi iste'mol kartasi bilan tartiblaydi. Yar üçün ettim gazel, yar üzü küydek güzel.